Rahmatulloh, sen aytgan idoralarga birortasi telefon qilib murojaat qilmaydi. Sen aytayotgan 3 ta savolni so'rab ham o'tirishmaydi. Chunki bu narsani sendan boshqa odamga qizig'i yo'q. Hech kimga qizig'i yo'q. Falonchini manaqa desa nima deymiz deb birov so'rab o'tirmaydi. Mana Imom Nodirdan so'raylar debsan. Mana so'radik, Imom Nodir, sen musulmonsan dedi. Seni rahmatulloh kofir deb atashga haqqi yo'q dedi. Agar kofir degan bo'lsa, o'zi kofir bo'ldi deyapti. Sen musulmonsan dedi. Seni kofir degan uchun ashi nom o'ziga uradi dedi. Mana endi sen kofirsan. Endi sen kofir bo'lasan. Mana shu meni kofir deganliging sababli o'zing kofir bo'lasan. Endi shu tamg'a o'zingga bosiladi. Mana shu gapni egasi o'zing bo'lasan inshaalloh. Rahmatulloh, o'ylamasdan og'zingga kelgan gapni valdirab gapirganingni qara. Kim ham Allohdan ustun bo'la oladi? Nimalar deb valdirayapsan sen? Farhod ustun emas, Alloh ustun deyapsan. Alloh ustun hamma biladi. Hech kim Allohdan ustun bo'la olmaydi. Farhod ham Allohdan ustun bo'la olmaydi. Nima deb valdirayapsan? Og'zingga kelgan gapni gapiraversanmi o'ylamasdan? Mana shundaqa gaplaring bilan o'zingni kimligingni xalqqa bildirib qo'yapsan. Qay darajada saviyasi past odamliging, aqling pastligini bildirib qo'yapsan. O'zingni gaplaring bilan bildirib qo'yapsan. Sal aqlingni ishlatgin, sal es-hushingni yig'ib olgin. Og'zingga kelgan gapni gapiravermagin bunaqa qilib. Aks holda o'zingga yomon bo'ladi. Birovning oilasiga aralashib uni ajratishga senga kim vakolat berdi? Kim huquq berdi? Sen aytayapsanki, yashaversin deymizmi yo ajratib yuboramizmi deyapsan. Sen kimsan? Ajratsang o'zingni qizlaringni, o'g'illaringni ajratib olaver. Sen kimsan? Men senga bayat bermagan bo'lsam, senga ham, o Sodiq Samarqandiyga ham, Sodiq Samarqandiyni tanimasammi? Seni ham mana shu Amerikaga kelganingda taniganman. Sen kimsan o'zi birovlarning oilasini buzib hukm chiqarishga? Hech qanaqa vakolating ham yo'q, ilming ham yo'q, bir tiyinga qimmat odamsan.